Boshladik. Fe'l nima? Fe'l mustaqil so'z turkumlaridan harakat yoki holatni bildiruvchi so'zlarni anglatadigan turkum bu fe'l so'z turkumi deyiladi. Demak, qoida yasaymiz. Nima qilmoq, nima bo'lmoq so'roqlaridan biriga javob bo'lib, harakatni yoki holatni bildiradigan so'zlar turkumiga fe'l deyiladi. Ko'rib chiqamiz. Fe'llar qaytaraman. Nima qilmoq, nima bo'lmoq so'roqlariga javob bo'lib, harakat yoki holatni atab keladi. Fe'llar nimani atab kelishiga ko'ra ikki xil bo'ladi: harakat fe'llari hamda holat fe'llari. Bevosita tana a'zolari orqali bajarilgan yoki biror bir harakatni bildirgan fe'llar bu harakat fe'llari. Yugurmoq, eshitmoq, so'zlamoq tabiiy holat yoki insonning jismoniy fizik holati bilan bog'liq holatni ifodalagan fe'llarga holat fe'llari deyiladi. Masalan, sog'aymoq, quvonmoq, uxlamoq, erimoq, muzlamoq bular holat fe'llari hisoblanadi. Bundan tashqari fe'llarning bir necha turi bor. Masalan, yumush fe'llari ishladi, ter to'kdi kabi. Tafakkur fe'llari o'yladi, o'qidi, kashf qildi, insonning tafakkuri bilan bog'liqligi uchun. Ruhiy holat fe'llari kuldi, qayg'urdi, xursand bo'ldi kabi. Sezgi fe'llari sezdi, his qildi kabi. Nutq fe'llari, ya'ni nutq jarayoni bilan bog'liq fe'llar gapirdi, so'zladi, ifoda qildi. Ishora fe'llari bor. Imo qildi, labini burdi, ko'zini qisdi kabi. Jismoniy holat fe'llari, ya'ni insonni jismoniy tana a'zolari bilan bog'liq, og'ridi, isitma chiqdi, sog'aydi kabi fe'llar. Tabiiy holat fe'llari bor. Tabiatdagi hodisalar bilan bog'liq bu fe'llar. Eridi, muzladi, uxladi, yotdi kabi fe'llar. Ko'rish fe'llari qaradi, ko'rdi, boqdi kabi fe'llar hisoblanadi. Demak, fe'lning bunday turlarini bemalol gapni ichidan mazmuniga qarab topishimiz mumkin. Masalan, u menga qarab turardi gapida qaradi fe'li bu yerda ko'rish fe'li hisoblanar ekan. Demak, qiyinchilik yo'q. Fe'lning bu qismidan biz fe'lning morfologik xususiyatlarini ko'rib chiqishimiz mumkin. Fe'lning morfologik xususiyatlari nima? Fe'lning morfologik xususiyati bevosita morfologiyani o'rganish obyekti bilan bog'liq va u fe'lning kategoriyalari ham hisoblanadi. Masalan, fe'l yasalish tizimiga ega. Bu bilamiz, mustaqil so'z turkumlaridan son va olmoshdan boshqa so'z turkumlar, ya'ni ot, sifat, ravish hamda fe'l turkumi yasalish xususiyatiga ega. Fe'l ham xuddi shunday. So'zga so'z qo'shib hamda so'zga qo'shimcha qo'shib orqali fe'l yasalishi mumkin. Ikkinchisi, o'timli o'timsizlik ma'nosini bildiradi. Harakat holatning biror bir obyektga o'tish o'tmasligiga ko'ra fe'llar o'timli o'timsizlik ma'nosini bildiradi. Masalan, oddiy qilib aytamiz, niya qo'shimchasi bo'lsa o'timli, niya olmasa o'timsiz bo'ladi. Keyin nisbat ma'nosini ifodalab keladi. Fe'lda bilamiz 5 ta nisbat bor. Uni birozdan keyin ko'rib chiqamiz. Vazifa shakllarini bildiradi. Vazifa shakllariga ega. Ya'ni biror bir so'z turkumiga xoslanib turib, ana o'sha so'z turkumi bajargan vazifalarni bajarib kelishi vazifa shakllari hisoblanadi. Bular sof fe'l, harakatnomi, sifatdosh hamda ravishdosh. Bu mavzuni ham bugun ko'rib chiqamiz. Munosabat shakllariga ega, ya'ni fe'l tuslanadi deymiz. Munosabat shakllari bu zamon, mayl, shaxson shakllari bo'lishli, bo'lishsizlik ma'nosini bildiradi. O'qidim, o'qimadim kabi. Mana shu 6 ta yo'nalish, 6 ta kichik bo'limcha biz o'tadigan mavzularimiz hisoblanadi. Bugun sizlar bilan birgalikda o'timli, o'timsizlik, nisbat hamda vazifa shakllari degan kichik-kichik bo'limlarni ko'rib chiqamiz. Xo'p, o'timli va o'timsiz fe'llar. Qaytaramiz. Harakat holatning biror obyektga o'tish o'tmasligiga ko'ra fe'llar ikki xil bo'ladi. O'timli hamda o'timsiz. O'timli fe'l nima? Harakat holat obyektga o'tadi.
Masalan, kiyimni kiydi, kitobni o'qidi, yosh bolani aldadi, tengdoshini sensiradi. Ya'ni ni qo'shimchasini olib, harakat holat obyektga o'tganini bildiryapti. Bu o'timli fe'l hisoblanadi. O'timsiz fe'llar. Ni qo'shimchasini olmaydigan fe'llar, ni qo'shimchasini olgan so'zga birika olmaydigan fe'llar o'timsiz fe'llardir. Masalan, yordamlashmoq. Biror nimani yordamlashmoq deb bo'lmaydi. Onasiga yordamlashmoq. Nini olgan so'z bilan birika olmayapti. Gurkiramoq. Bog'da gurkiramoq da qo'shimchasi bilan birikayapti. Cho'milmoq. Soyda cho'milmoq. Soyda cho'milmoq da qo'shimchasini olyapti. Kiyinmoq. Uyda kiyinmoq da qo'shimchasi bilan birikyapti. Yotmoq. Divanda yotmoq. Bu yerda yana dan qo'shimchasi bilan birikib kelyapti. Demak, ni qo'shimchasi bilan birika olmaydigan so'zlar, bular o'timsiz fe'llar hisoblanadi. O'timli fe'lni o'timsiz fe'lga, o'timsiz fe'lni o'timli fe'lga aylantiradigan qo'shimchalar bor. Bular o'zlik va majhul nisbat qo'shimchalari o'timli fe'lni o'timsiz fe'lga aylantiradi. Masalan, kiyimni kiymoq o'timli fe'l. Endi bunga in majhul nisbat qo'shimchasini kiysak, kiyinmoq, xonada kiyinmoq bo'lib o'timsiz fe'lga aylanadi. Xuddi shuni teskarisi bor. O'timsiz fe'lni o'timli fe'lga aylantiruvchi qo'shimcha bor. Bu orttirma nisbat qo'shimchasi hisoblanadi. Masalan, kiyinmoq, xonada kiyinmoq o'timsiz fe'li. Endi shunga orttirma nisbat tir qo'shimchasini qo'shsak, bolani kiyintirmoq bo'lib o'timli fe'lga aylanadi. Xo'p, gapirmoq, xonada gapirmoq o'timsiz fe'l. Pichirlamoq, uyda pichirlamoq o'timsiz fe'l. Shivirlamoq, yana xonada shivirlamoq. So'zlamoq, biror nimani so'zlamoq, bu o'timli fe'l. Demoq, gapni demoq o'timli fe'l. Aytmoq, gapni aytmoq o'timli fe'l. Qichqirmoq, dalada qichqirmoq o'timsiz fe'l. Hayqirmoq, tog'da hayqirmoq o'timsiz fe'l. Baqirmoq, birorta odamga baqirmoq o'timsiz fe'l. Iltimos qilmoq, iltimosni iltimos qilmoq o'timli fe'l. So'ramoq, biror nimani so'ramoq o'timli fe'l. Yalinmoq, biror kimga yalinmoq o'timsiz fe'l. Yolvormoq, biror insonga yolvormoq o'timsiz fe'l. O'tinmoq. Xo'p, o'tinmoq, biror insonga o'tinmoq o'timsiz fe'l. Endi aybidan o'tishini o'tinmoq bo'lsa, o'timli fe'l bo'ladi. Ham o'timsiz, ham o'timli. Endi uni kontekstga, gapdagi vaziyatga qarab ketamiz. Vaysamoq, xonada vaysamoq o'timsiz fe'l. Bayon etmoq, fikrini bayon etmoq o'timli fe'l bo'ladi. O'timsiz o'timli fe'l mana shular edi. Siz o'zingizga mustaqil tarzda vazifa qilib olishingiz mumkin. 20 ta o'timli, 20 ta o'timsiz fe'lga misol topish. Bu sizga qo'shimcha vazifa sifatida. Fe'l nisbatlari. Fe'l nisbatlari nima? Harakat holatda bajaruvchining qay darajada ishtirok etganini ifodalovchi fe'l shakllariga fe'l nisbatlari deyiladi. Fe'lda 5 ta nisbat bor. Aniq nisbat, o'zlik nisbat, majhul nisbat, orttirma nisbat hamda birgalik nisbat. Hozir sizlar bilan mana shu 5 ta nisbat shaklini birma-bir ko'rib chiqamiz. Aniq nisbat, nisbat qo'shimchasi yo'q. Fe'lning zamon, mayl, shaxs, son qo'shimchalari orqali ifodalanadi. Bordi, qo'shimcha yo'q. Bu yerda di shaxs, son, zamonni bildiryapti. Nisbat ma'nosi yo'q. Surishtirdi, shaxs, son, zamon ma'nosini bildiradi. Axtarmadingmi? Di. Axtarmadingmi? Di zamon, ne shaxs, son, mi so'roq yuklamasi, ma bo'lishsizlik shakli. Bu yerda ham nisbatni ko'rsatuvchi aniq bir qo'shimcha yo'qligi uchun buni aniq nisbat shaklida deb ketamiz. Xo'p, o'zlik nisbat.
Bajaruvchining o'zi ustida amalga oshirgan ish harakatni bildiruvchi fe'l nisbatiga o'zlik nisbati deyiladi. Masalan, kiyindi, o'zi kiyindi. Yuvindi, o'zi yuvindi. Tarandi, o'zi tarandi. Ochildi, gul ochildi. O'zi ochildi-da, berilib ketdi. Xayolga berilib ketdi. O'zi xayolga berilib ketdi. Bu yerda bajaruvchini o'zini ustida amalga oshgan ish harakat holatni ko'rishimiz mumkin. Masalan, ishdan charchab kelgan Nigora ko'rpachaga cho'zidi. Bu yerda o'zi cho'zilyapti. Demak, o'zi degan so'zni qo'ya olsak, bu yerda o'zlik nisbat hosil bo'lar ekan. Majhul ayrim fe'llardan o'zlik nisbat hosil qilib bo'lmaydi. Bu fe'llarni yodlab olinglar. Masalan, yayramoq, yayrandi, yayraldi deb bo'lmaydi. O'qimoq, o'qildi, o'qindi deyishda ilojisi yo'q. Sayramoq, sayraldi, o'zi sayraldi bo'lmaydi. Qichqirildi, qichqirildi, o'zi qichqirildi. O'zlik nisbat hosil bo'lmaydi. Uxlandi, uxlaldi, o'zlik nisbat hosil qilib bo'lmaydi. Majhul nisbat. Majhul nisbat bajaruvchisi noma'lum bo'lgan harakat yoki holatni bildirgan fe'l majhul nisbatdagi fe'l hisoblanadi. Qo'shimchalari o'zlik nisbat bilan bir xil. N in, L il qo'shimchasi orqali hosil qilinadi. Faqat bunda bajaruvchi yo'q bo'ladi. Masalan, xat yozildi deydigan bo'lsak, bu yerda kim tomonidandir yozilgani bor, lekin aynan kim yozganligi yo'q. Kim tomonidandir yozildi. Mukofot berildi. Kim tomonidandir berildi. Kiyim kiyildi. Kim tomonidandir kiyildi. Ixtiro yaratildi. Kim tomonidandir yaratildi. Bu yerda majhul nisbatni aniqlash uchun o'sha kim tomonidan degan so'zni majhul nisbatdagi fe'l shakli oldidan qo'yib ko'rish kifoya. Demak, majhul nisbatda bajaruvchi yo'q bo'ladi. O'zlik nisbatdagi kabi n in, l il qo'shimchalari orqali hosil qilinadi. To'rtinchisi, orttirma nisbat shakli. Bajaruvchining ta'siri bilan boshqa shaxs yoki narsa tomonidan bajarilgan harakat yoki holatni bildiruvchi fe'lga orttirma nisbatdagi fe'l deyiladi. Orttirma nisbat bir nechta qo'shimchalar orqali hosil qilinadi. T, it, dir, tir, gis, g'iz, kis, gas, kas, ir, ar, iz, sat qo'shimchalari orttirma nisbat hosil qiluvchi qo'shimchalardir. Masalan, T qo'shimchasi bilan o'qit, ishlat, it qo'shimchasi kirit, dir, yozdir, kuldir, tir, o'stir, keltir, gis, qiz, yutqiz, yurgiz, g'iz, turg'iz, kis, ketgis, gas, ko'rgaz. Hop, kas, o'tkaz, ir, bitir, pishir, ar, qaytar, chiqar, iz, oqiz, tomiz, sat, ko'rsat kabi. Eslab qolamiz. Ir, ar, iz qo'shimchalari undosh bilan tugagan bir bo'g'inli so'zlarga qo'shiladi. Masalan, bitir, chiqar, oqiz, tomiz kabi. T qo'shimchasi unli bilan tugagan fe'llarga, ba'zan r, y bilan tugagan ko'p bo'g'inli so'zlarga qo'shiladi. Masalan, o'qit, qisqartma, ko'paytma kabi. Dir qo'shimchasi jarangli bilan tugagan bir bo'g'inli so'zlarga qo'shiladi. Masalan, oldir, yozdir kabi. Tir qo'shimchasi jarangsiz bilan tugagan bir bo'g'inli so'zlarga qo'shiladi. Ostir kabi. Lekin shunaqangi bitta so'zimiz borki,
Jarangli undosh bilan tugasa ham unga tir qo'shimchasi qo'shiladi. Bu keltir so'zi. Bu yerda bu tir qo'shimchasi jarangsiz bilan tugagan bir bo'g'inli so'zga qo'shiladi degan qoida istisno sifatida qabul qilinadi. Tir qo'shimchasi undosh bilan tugagan ko'p bo'g'inli fe'llarga ham qo'shiladi. Yugurtir, qiyshaytir kabi. Orttirma nisbat qo'shimchalari bir so'zga birdan ortiq qo'shilishi mumkin. Masalan, o'qittir, to'ldirg'iz, yozdirtir, yurgizdir kabi. Bunda orttirma nisbat ma'nosi kuchayadi. 5-si birgalik nisbat. Birgalik nisbati bajaruvchisi bir nechta bo'lgan harakat holatni bildiradi. Ya'ni birgalikda bajarilgan harakat holatni bildirib keladi. Ish qo'shimchasi orqali hosil qilinadi. Birgalik nisbat qo'shimchasi 3-shaxs ko'plikdagi shaxsson qo'shimchasi lar bilan almasha oladi, lekin nisbatida farqi bo'ladi. Masalan, borishdi desak, bu birgalik nisbat, lekin bordilar desak, bu yerda aniq nisbat bo'ladi. Chunki bordilarda o'sha zamon ma'nosi turibdi, zamon shaxsson ma'nosi turibdi. Shuning uchun bordilarda aniq nisbatda, borishdini birgalik nisbatda deymiz. So'zda turli nisbat qo'shimchalari bo'lgan holatlar ham uchrab turadi. Masalan, bir so'zga bir nechta nisbat qo'shimchalari qo'shilishi mumkin. Masalan, yozdirilmadimi so'zida dir orttirma nisbat qo'shimchasi, il majhul nisbat qo'shimchasi qo'shilgan. Bu yerda so'z orttirma nisbatdami yoki majhul nisbatdami, buni qanday aniqlaymiz? Oxiriga qo'shilgan nisbat shakliga qarab aniqlaymiz. So'z oxirida qaysi nisbat qo'shilgan bo'lsa, so'z o'sha nisbat shaklida bo'ladi. Masalan, kiyintirishdi, in o'zlik nisbat, tir orttirma nisbat, ish birgalik nisbat qo'shimchalari bor. Bu yerda so'z ish, ya'ni birgalik nisbati shaklida bo'ladi. Fe'l nisbatlari mana shular. O'zingizga vazifa sifatida yozib olishingiz mumkin. Har bitta nisbat shakliga 20 tadan so'z yozish. Har bitta nisbatga 20 tadan so'z yozishni o'zingizga vazifa sifatida belgilab oling. Xo'p, fe'llarning vazifa shakllari, ya'ni fe'llarning xoslangan shakllari. Fe'llarning xoslangan shakllari nima? Bular funksional shakllar ham deyiladi. Fe'llar gapda boshqa so'zlar bilan bog'lanib, kesim, ega, to'ldiruvchi, aniqlovchi hol vazifasida kelishi mumkin. Buning uchun fe'l maxsus shakllarga ega bo'lishi kerak. Va bunday shakllar fe'lning vazifa shakllari deyiladi. Demak, qoida qilamiz. Turli gap bo'laklari vazifasida kelish uchun xoslangan fe'l shakllari fe'llarning vazifa shakllari sanaladi. Fe'llarning vazifa shakllari 4 ta. Sof fe'l, harakatnomi, sifatdosh, ravishdosh. Sof fe'l zamon, shaxsson va mayl shakllariga ega bo'lgan fe'l sof fe'l hisoblanadi. Harakatnomi, sifatdosh va ravishdosh bo'lmagan fe'l gapda har doim sof fe'l bo'lib keladi. Sof fe'llar gap oxirida kesim vazifasida kelishga mahkum bo'lgan fe'llardir. Demak, sof fe'llar asosan kesim vazifasini bajarib keladi. Masalan, keldi, borgansan, o'qiyapman, ishlamoqchiman, boraman, kel, kelsin, o'qigin, uxlamoqda, qarasam, ko'ribdi, bular sof fe'l hisoblanadi. Ya'ni zamon, mayl, shaxsson orqali ifodalanayotgan har qanday fe'l sof fe'l. Nisbati aniq nisbatda. Harakat nomi. Harakat nomi nima? Fe'lning otga xoslangan shakli, ikkinchi nomi otdosh shakli ham deyiladi. Harakat nomi qo'shimchalari. Ish,
v u moq mak qo'shimchalari orqali hosil qilinadi. Siz fe'l vazifa shakllari, fe'l nisbatlarini gapda qanday topaman deb ikkilanyapsizmi? Shunchaki ularni qo'shimchasini yodlab oling. Bo'ldi, shuni o'zi yetarli. Siz qo'shimchani zo'r yodlab oldingizmi, qiynalmasdan topib ketishingiz mumkin. Shuning uchun fe'lni vazifa shaklini ajratishda eng birinchi qo'shimchaga ahamiyat bering. Ana undan keyin gapni, so'zni mazmuniga, ma'nosiga bir ro'y qarab qo'ying. Masalan, aytib berdi degan so'zimizda aytibdagi ib ravishdosh. Endi aytibdi degan so'zdagi ib o'tgan zamon shakli bo'ladi. Mana shu joydan farqlab olsangiz bo'ldi. Asosan qo'shimchaga qarang, undan keyin mazmunga, ma'noga qarab keting. Xo'p, qo'shimchalarni yodlab olishni maslahat beryapman. Harakat nomi otlar kabi egalik, kelishik va ko'plik shakllarini oladi va ular bajaradigan gap bo'laklar vazifasida keladi. Demak, harakat nomi o'zini nomi bilan bu otga egalik, ko'plik, kelishikda qo'shib bo'ladimi? Demak, harakat nomiga ham egalik, kelishik, ko'plik qo'shimchalari qo'shiladi. Masalan, bolalar o'qishdi deydigan bo'lsak, bu yerda o'qishdidan keyin zamon qo'shimchasi qo'shilyapti. Shaxson qo'shimchasi ma'nosini bildirib kelyapti. Endi bolalar o'qishdi deganimizda bu yerda harakat nomi emas, birgalik nisbat bor. Endi bolalar o'qishni o'rganishdi deydigan bo'lsak, mana bu tushum kelishigini olgan o'qish so'zi harakat nomi bo'lib keladi. Demak, otga o'xshagani harakat nomi, harakat holatini bildirgani sof fe'l hisoblanar ekan. Masalan, chiroyli yozishni o'rgan. Eslab qolamiz, harakat nomi nima so'rog'iga javob bo'ladi. Nimani o'rgan? Yozishni o'rgan. Yozuving yomon emas. Nima yomon emas? Yozuving yomon emas. Lug'atlarda fe'llar har doim harakat nomining moq shaklida bo'ladi. Bu yerdagi yozmoq fe'li harakat nomi. Yozish fe'lini bo'lishsizlik shakli bor. Yozmaslik, o'qish, o'qimaslik kabi. O'qish jafoli, keti vafoli deganimizda o'qish harakat nomi, o'qimaslik o'zingga ziyon olib keladi desak, o'qimaslik ham harakat nomi hisoblanadi. Yozuv, o'qimoq, o'qish, o'quv, olmoq, olish, oluv, sanash, chiqmoq, chizuv, aytish, chaqirish, to'plash, foydalanish bular o'sha darslikda endi chiqib ketgan bo'lsa ham eski maktab darsliklarida berilgan harakat nomiga misollar. Harakat nomining moq shakli fe'lning noaniq bosh shakli, ya'ni infinitiv shakli deyiladi. Harakat nomining ish qo'shimchasini birgalik nisbatdagi ishdan farqlab olish kerak. Buni aytdim. Harakat nomining ish qo'shimchasini moq bilan almashtirib ko'rish mumkin. Yonidagi qo'shimcha bilan almashtira olishsiz, o'zi qo'shimcha kelib chiqaveradi. Masalan, o'qish insonga foyda keltiradi. O'qimoq insonga foyda keltiradi. Demak, u harakat nomi ekan, moq bilan almashtira olyapmiz. Endi bolalar o'qishdi, bolalar o'qimoqdi bo'lmayapti. Demak, o'qishdi bu yerda harakat nomi emas. O'qish insonga foyda keltiradi, o'qimoq insonga foyda keltiradi. Moq bilan almashgani harakat nomi bo'ladi. Harakat nomi shu, sifatdosh. Fe'lning sifatga xoslangan shakli sifatdosh deyiladi. Harakat holatining belgisini bildirib keladi sifatdosh. Gan, yotgan, ayotgan, yedigan, adigan, armas qo'shimchalari orqali hosil qilinadi. Sifatdoshlar shaxs va narsalarning belgisini bildirishi bilan sifatga o'xshaydi. Masalan, ko'k belgini bildiryapti, shaxs narsaning belgisini bildiryapti, ko'kargan harakatning belgisini bildiryapti. Farqi: sifatlar turg'un, barqaror belgini bildirsa, sifatdoshlar o'zgarish, harakat belgisini ifodalaydi. Oq gul sifat predmetni belgisini bildiryapti. Oqar daryo o'sha oqayotgan, oqaydigan daryo bo'lib, bu yerda harakatning belgisini bildirib kelyapti.
Sifatdoshlar fe'l shakli bo'lgani uchun fe'lga xos nisbat, bo'lishli bo'lishsizlik va zamon kabi ma'nolarni ifodalay oladi. Masalan, o'qigan bola, o'qilgan kitob, o'qishgan bolalar, o'qitgan ustoz. Bu yerda nisbatni bildiryapti. O'qigan bola, o'qimagan bola, bo'lishli bo'lishsizlik ma'nosini ko'rsatyapti. Oqar daryo, oqmas daryo. Oqar oqmas so'zida fonetik hodisa kuzatiladi. Xo'p, zamon ma'nosini bildiradi. Sifatdosh uchta zamonni ham anglata oladi. Bular o'tgan zamon, hozirgi zamon hamda kelasi zamon. O'tgan zamon sifatdoshi gan, kan, qan qo'shimchasi orqali hosil qilinadi. Borgan, chiqqan, kechikkan kabi. Hozirgi zamon sifatdoshi yotgan, ayotgan qo'shimchasi orqali hosil qilinadi. Borayotgan, sanayotgan. Kelasi zamon qo'shimchasi yedigan, adigan, armas shakli orqali kelasi zamon shakli hosil qilinadi. Masalan, o'qiydigan, boradigan, bo'lar bo'lmas ish kabi. Bundan tashqari sifatdoshni vichi, uchi, jak, ajak qo'shimchalari orqali hosil qilingan shakllari ham bor. Masalan, anavi keluvchi kishi bizning tog'amiz bo'ladi. Bu yerda anavi kelayotgan kishida uni yotgan, ayotgan qo'shimchasi bilan almashtira olyapmiz. Demak, bu yerda sifatdosh. Agar anavi uchuvchi bizning tog'amiz bo'ladi deydigan bo'lsak, bu yerda uchuvchi shaxs oti bo'lib qoladi. So'zni farqlab olishimiz kerak. Keluvchi kishi sifatdosh, uchuvchi shaxs oti. Qayerdan farqlayapmiz? Vichi uchini yotgan ayotgan qo'shimchasi bilan almashtira olsak va so'z gap ma'nosi saqlansa, unda sifatdosh. Anavi keluvchi kishi, anavi kelayotgan kishi. Xo'p, bo'lajak talabalar ushbu konspektni o'qishmoqda. Endi bo'ladiganda, talaba bo'ladigan odamlar degan mazmunda keladi. Xo'p, ammo ularni otlardan farqlab olish kerak. Buni aytdim. Otdan qanaqangi qilib farqlab olishni aytib o'tdik. Masalan, O'zbekiston xalq yozuvchisi, yorqin kelajak degan misollarda sifatdosh yo'q. Bular ot. Yozuvchi va kelajak bu ot hisoblanadi. 4-si ravishdosh. Ravishdosh nima? Fe'lning ravishga xoslangan shakli ravishdosh hisoblanadi. Xo'p, ravishdoshlar harakatning belgisini bildirishi bilan ravishlarga o'xshaydi. Ravishdosh ham ravish kabi fe'lga bog'lanib, uning belgisini bildiradi. Masalan, sekin ravish bo'lsa, sekinlab ravishdosh. Ravishdosh xuddi ravishlar kabi ma'no turlariga ega. 4 ta ma'no turi bor. Holat ravishdi, holat ravishdoshi, payt ravishdoshi, maqsad ravishdoshi, sabab ravishdoshi. Xo'p, holat ravishdoshi. ib, ayi, gancha, kancha, qancha va gudek qo'shimchalari orqali hosil qilinadi. Masalan, yugurib keldi. Qay holda keldi? Yugurib keldi. Xo'rsina gapirdi. Qay holda gapirdi? Xo'rsina. Yugurgancha ketdi. Qay holda ketdi? Yugurgancha ketdi. Yig'lamay o'tir. Qay holda o'tir? Yig'lamay o'tir. Yig'lagudek turibdi. Qay holda turibdi? Yig'lagudek turibdi. Demak, so'roq beramiz. Ikkita fe'l bir-biridan ajragan holda so'roq oladi va qay holda, qanday, qay tarzda so'roqlaridan biriga javob bo'ladi. Mana shu holatdagina so'z holat ravishdoshi hisoblanadi. Agar o'qib turibdi deydigan bo'lsa, bu yerda holat ravishdoshi emas, ko'makchi fe'lli so'z qo'shilmasi bor. O'qib turibdi, bu yerda KFSQ bo'ladi. Payt ravishdoshi. Payt ravishdoshi o'sha ish harakat holatining bajarilgan paytini bildiradi. Gach, kach, qach
guncha, kuncha, quncha va ganda qo'shimchalari orqali hosil qilinadi. Masalan, tepalikdan o'tgach, chavandozlar orqada qola boshladi. Qachon? Tepalikdan o'tgach. Mehmonlarim kelguncha pishiray shirmoy kulcha. Qachon pishiray? Mehmonlarim kelguncha. Otam kelganda men uyda yo'q edim. Qachon uyda yo'q edim? Otam kelganda. B, ib, ay qo'shimchalari ham payt ma'nosini anglatishi mumkin. Masalan, Bobur gulni yana bir hidlab boshidagi sallasining ostiga qistirib qo'ydi. Qachon qistirib qo'ydi? Bir hidlab. Bu yerda B qo'shimchasi payt ma'nosini bildiryapti. Domla mavzuni tugatib-tugatmay bolalar narsalarni sumkaga joylay boshladi. Qachon bolalar narsasini sumkaga joylay boshladi? Tugatib-tugatmay. Bu yerda ib shakli bo'lishsizlik shakli bilan birgalikda payt ma'nosini bildirib kelyapti. Uchinchisi, maqsad ravishdoshi. Gani, kani, qani va gali qo'shimchalari orqali hosil qilinadi. Eslab qolamiz, bu ravishdoshning bo'lishsiz shakli yo'q. Ya'ni odam oldiga maqsad qo'ydimi, uni qilmasligi mumkin emas degan mazmunda chiqarib olishimiz kerak. Ammamni ko'rgani ketyapman. Nima maqsadda ketyapman? Ko'rgani ketyapman. Ammamni ko'rmagani ketyapman deya olmaymizda. Ko'rgali husningni zoru mubtalo bo'ldim senga. Nima sababdan, nima maqsadda senga mubtalo bo'ldim? Husningni ko'rgani, husningni ko'rish maqsadida bo'ladi. Gani shaklini ish uchun vositasi bilan almashtirib qo'llash mumkin. Lekin bu yerda ish ravishdosh emas. Masalan, o'qigani keldi, o'qish uchun keldi. Bu yerda o'qigani maqsad ravishdoshi, o'qish uchun harakat nomi bo'ladi. Farqlab oldik. Maqsad ma'nosi bo'lsa ham o'qish uchunni biz maqsad ravishdoshi deya olmaymiz. Bu harakat nomi. Enasidan harakat nomi bo'lib tug'ilgan. To'rtinchisi, sabab ravishdoshi. B, ib, ay, gach qo'shimchalari orqali hosil qilinadi. Hammasi arenda deb qo'yganman. O'zini shaxsiy qo'shimchasi yo'q. Faqat etdan-betdan ijaraga olib turib, qo'shimchalar yasab olgan o'ziga, ma'nosiga, mazmuniga qarab turib sabab ravishdoshini chiqaramiz. Xonaga qo'rqib kirmadi. Nima sababdan kirmadi? Qo'rqib kirmadi. O'qiy charchadi. Nima sababdan charchadi? O'qiy charchadi. Shamol tinavermagach tog'ga chiqishni qoldirdi. Nima sababdan tog'ga chiqish qoldirdi? Shamol tinavermagach bo'lyapti. Demak, B, ib, ay qo'shimchalari ko'proq harakatning holatini, ba'zan payt va sababini ham anglatib keladi. Tugadi. E'tiborlaring uchun rahmat. Sog'lik, omonlikda sizlar bilan keyingi darsda ko'rishguncha deb qolamiz. Nimanidir tushunmagan bo'lsalaring, bemalol savollaringni izohlarga yozib qoldirishlaring mumkin. Savollaringga javob berishga harakat qilaman.